Boshlaylik. Hojiona siz bilan nima qilamiz endi? Familiya ismingizni aytib olasiz endi. Familiya Mirzayev. Xo'p, bizda endi hozir kreditlarimizdan shu biznesga birinchi qadam bor. Bu 5 milliondan 17 milliongacha yo'l. Bundan tashqari mahalla loyihasida 50 millionligimiz bor. Bundan tashqari bular ayollarga 2%lik nimasi bilan o'zi 25% bo'ladi, lekin ayollarga shu biznes qarori bilan 2% imtiyoz berib 23% beriladi. Shunda mahalla loyihasida ham 23% bo'ladi. Shu bizning birinchi qadamimiz bor, boshqa emasdi. Bu 5 milliondan 17 milliongacha bo'lgan, bu ham shu 2% as bo'lib 23% da beriladi. Bundan tashqari 312-chi qaror bor. Shu kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha 100 milliongacha. Bular hammasi mana garoz beriladi, sug'urta bilan beriladi. Qaysi nimadan sizga yo'nalish bo'yicha bu mana ular 50 millionga qo'yganimiz bu maqsadli. O'zingiz yo'nalishingizga qarab ishlataverasiz. Nari 100 millionligimiz bu maqsadli. O'sha ishlab chiqarishga, penalogmi, chevarchilikmi, shunday sohalar bo'yicha maqsad buni berishdan maqsad shu ish o'rni yaratish. Asosiy nima shu? Biz ish o'rni yaratish. Men o'z 8 sutdan olganman, natural hokimanda. Stadion qurmoqchi edim. Men atroflarni o'rab, ana qo'ygan faqat chimiga imkon yo'q o'sha. Nima imtiyoz bor? Bo'ldi yo'q. Nesh pulga ketadi keyin. O'zingiz nimangiz bo'yicha endi 100 million bo'lsa, o'sha bo'lsa 50 million ketadi, 40 million ketadi. O'sha chimin o'ziga. Qolgani ham yo'q. Bo'ldi. Bo'lmasa o'shani ko'rib, o'sha nimangizga qarab, qancha ketadi, nimasini qilaylik, loyihasi metalari bor, o'shanga qarab turib aytsa, nimasini qilaveramiz. 50 million desiz, 50 million o'sha nimasini. Xo'p. Sizniki Jo'rayib Murodov Soybo'yi mafiyadan mahalla loyihasi bo'yicha 50 million. Soybo'yi. Soybo'yi mafiya. 50 million. Ha, 50 million mahalla loyihasi bo'yicha. Bu endi juda hozir qulaylik tomonida nimasi yo'q. O'sha yo'nalishni qarab turib, o'sha o'zingiz bank qilib turib, o'shanga qarab turib beraveradi. Bo'ldi, masalani yechamiz. Hujjatlar nimasiz, bolalar shug'ullanadi. Hoji aka, Mirzayev kim? Mahalla loyihasidan 50 million desalar. Bu foiz 23%dan tushmaydi. ya bu tushadi endi faqat shu ayollarni nima qilish uchun, shu ish bilan band qilish ayollarga qamrovlar hisobiga shu 2% ayollar hisobiga nima qilyapti xolos. Agar erkak kishilar bo'lsa, bunga 25% bo'ladi. 20 maç muddati yili. 4 yil. 4 yil. 4 yil nima qiladi? 2 yil imtiyoz davri bor ularda. 2 yil imtiyoz davrini mana Foiz.